Orzungizdagi uyni qanday ta'mirlamoqchi bo'lsangiz, bu uy xuddi shunaqa ta'mirdan chiqqan uyimiz bugun sotuvda. Sizlar bilan bugun Chilonzor tumani 7-kvartalda joylashgan 2 xona 3 xonaga o'zgartirilgan avtorskiy proyekt asosida tayyorlangan uyimizni birgalikda ko'rib chiqamiz. Ushbu ko'rib turganlaringiz uyimiz zal qismi. Bu yerda esa oshxonamizni balkon qismimizga ko'chirgan. Balkonimiz 2 ga 6 bo'lgan. Balkonimizning bir qismi. Ushbu uyimizning umumiy maydoni 52 metr kvadratdan iborat. 5 qavatli binoning 3-qavatida joylashgan ushbu uyimizning barcha xonalari va sanuzallari alohida. Bu yerda ko'rib turganlaringizda ota-onalar yotoqxonasi. Bu yerda oshxonamiz va balkonimizning ikkinchi qismi bolalar xonasiga o'zgartirilgan. Javon va dars stollari ko'rib turganlaringdek. Bu yerda glavniy eshikdan kirib kelish va albatta razdельный sanuzorlarimiz bilan kataloggacha keltirilgan sanuzorlarimiz. Hattoki fenlargacha qo'yib qo'yilgan egalar tomonidan. Ushbu sizlar ko'rib turgan uyimizning mo'ljaliga keladigan bo'lsak, Chilonzor tumani 7-kvartal, 7-tug'ruqxona ro'parasida Haytek masjidga 300 metr, Novza metrogacha bir ostanovkada joylashgan ushbu uyimizni ko'rib turgan barcha mebel jihozlari bilan birgalikda egalar tomonidan $86,500 baholanmoqda. Sunnatiga ozgina o'tib beriladi. Agarda kimgadir qiziq bo'lsa, opsiyadagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.